Samolyotga chiqish boshlandi. Biletlarimizni mana bunaqa yirtib berdi. Endi sekin samolyotimizga o'tirib joyimizni topib olamiz. Joy olayotganda iltimos qilgandim, oynani ortdan bering deb. Rostdan oynadan berdim ekan, yondan berdimi, yo'q bilmayman. Oynani ochmang, keyin oynani ochib sigaret chekmang dedi. Ozgina qoldi tushimizga. Sağ qoldi, ko'tarildik. Mana shunaqa payt bir eforiya bo'ladi. Odamlar bir jala turib ketadi. Boshlar aylanib ketdi. Tushib boshladik. Samolyot ko'tarilgandan keyin hamma bir baqiraversa kerak. Qo'ngandan keyin yana bir haliga Xudoga shukr deb qo'yib oldik deydi. Ketdi samolyot. Ko'tarilishni boshladi. Toshkentda tepadan judayam tepadan ko'rish antiqa ekan. Hayron qoladi inson. Hozir samolyotimiz tepaga chiqib osmonga uchib olgandan keyin aylanyapti. Odamning ichida bilasan qanaqangi bir narsalar shunaqangi bir his-tuyg'ular bo'lib ketadi, tushuntirish qiyin. G'uldir bo'lib ketadi, chug'ur bo'lib ketadi, ichingiz bor-ku, boshlaringiz aylanib ketib qoladi. Dahshat. Quloq bitta уже. Aylanyapmiz. Toshkentda havo zo'r. Toshkentda domlarni, novostroylarni hammasini tepadan ko'rsa bo'lar ekan. Toshkentda yer ko'p ekan hali. Qoyil. Toshkentda tepadan ko'ryapman. Samolyotimiz 10 minutdan beri aylanib yo'lini topa olmayapti. Assalomu alaykum. Ana bunyodga ostida yana ko'rinib turibdi. Toshkent bitta kaftingizda ko'rinib turibdi. Lekin Toshkentda ham juda katta bir suv oqimini ko'rdim. Qanaqadir daryochada u, lekin shunaqa suv ko'p va juda tez oqayotgandi. Nomini bilmayman. Balki o'sha Bo'rijardir. Suv juda loyiqa va juda tez oqayotgani sezilib turardi. Toshkentda borayotgan davlatimiz bilan endi solishtirib bo'lmaydi. O'zimiz vatanimiz, ona yurtimiz va bu yoqdagi borayotgan davlatimizga ham qo'ynayotganda video qilaman deb. Ko'ramiz qanaqa manzara. Samolyotning ichida beriladigan ovqatlari tovuq taklif qilishdi, osh taklif qilishdi, osh so'radik biz. Keyin mana bunaqangi ichida hamma narsasi bor. Idish bor ekan, bu yoqda mana kolbasa, sir, keyin mana bu yoqda pomidorcha, bodringcha, pamuli bor ekan. Mana bu kichkina pirocha, ichida yana nimadirlar bor, yopkasi bor, boshqasi bor. Bu yoqda ham yonimizdagilarda ham hammada shunaqa oldik bir xil. Keyin mana bu noni, keyin sous ham bor, shikolaychi, hamma narsasi bor ekan. Eng yomon nima? Mana bu televizorcha ishlamayapti endi. Qolganlarda esa ishlayapti. Oshima shunaqa bo'larkan. Hozir yeb ko'ramiz. Shirin bo'lsa, obязательно oxirigacha yeymiz. Qani? Bismillah. Zo'r ekan. Osh yaxshi ekan. Tushganimizdan keyin soat 3 soatlar o'tdi. 3 soatlardan keyin mana shunaqangi kichkina gamburgercha bilan choy berdi. Hamma xohlaganda oldi. Kimdirlar kofe oldi, kimdirlar choy oldi. Pasayishni boshladik. Shahri Xanjou degan shaharga yetgan. Tepadan hozir videoda shaharda qanaqaligini ko'ramiz. Bu shahar qanaqa chiroyli. Xanjou degan shahar. Yop-yorug' yo'llarning taftiligini qarang. Tepadan ma'lum bo'ladi, shaharda qanaqangi infrastrukturasi, yo'llari, arxitekturasi qanday nima qilingan, tilamaylamay qoldi. Charchab qolgan. Bu ishlayapti samolyot. Bu yomon bo'lib ketadi. Xanjoudan biz keyin Yuvga ham boramiz hali. Hali boradigan shaharlarimiz ko'p. Shaharni qanaqaligini tepadan ko'rsalaring. O'zgachadan. Shahar tuzilishi antiqa. Bilim turtida shahar ustida ishlanganligi, mashinalar ko'pligi, haqiqatan odam ko'p
foydali aniq bilinadigan tepalar. Chunki mashina juda ko'p va shaharda tuzilmasida qurilishlar juda ko'p. Qo'nishni boshladik. Xohlasa, ancha o'rgashtirib yetib keldik. O'zbekiston Airways kompaniyasi samolyotidamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi zo'r bo'ldi. Samolyotni boshqarayotgan xodimlarga ham, shifokorlarga ham antiqa malakasi. Xitoyda Xanjou shahriga, aeroportiga yetib keldik. Agar kimdir vizani qilib olmagan bo'lsa, mana shu joyga kelib, o'zini ma'lumotlarini kiritib, nima uchun keldi, qanday nima hammasini kirgizish kerak ekan. Shunda 1 oylik viza registratsiya bo'lar ekan. Bilmaganlarga bir ma'lumot. Lekin bu narsani O'zbekistonda o'zida ham telefondan qilib olsa bo'lar ekan. Biz shuni vaqtida qilmaganimiz uchun hozir majbur bo'ldik. Xitoylik shu yerda xodimlar yordam berib hal qilib berdi. Do'stlarim, ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqangi baland eskalator ekan, shu tepadan tushayotgandim, boshim aylanib ketib, yiqilib ketaydim to'g'risi. Hozir Xitoyda shaharlar men uchun shunaqangi bir katta taassurot uyg'otyapti. Juda ham bir qishloqdan kelgandek his qilyapman o'zim. Xayrli tong do'stlarim, Xitoyda tong otdi. 3 soat raznica bor ekan, hozir sizlarda soat necha bilmayman. Begona joyda ko'p uxlay olmaydi ekan odam. Asli 3 soatdan ko'proq uxlashim kerak edi. 2,5 soatda shaqqa ko'zim ochilib ketdi. Zavtrakni qaranglar. Uyda nima olgan bo'lsam shuni yeb chiqib ketyapman. O'zbek shunaqada. Mehmonxonadan chiqib ketayotib, resepsiyonda ishlab turgan qizga non berdim. O'zbekda shirin nonlarni yesin, ko'rsin. O'zbekistonda shunaqangi shirin nonlar bor ekan. Qani yerda O'zbekiston shu deb o'ylasin dedim. O'zbekistonga borsin, ular ham sayohat qilgan, turizm qilgan. Ham rosa chiroyli qiz ekan. Qizlarni ko'rsam, bilasizlar-ku. Umuman tasavvur qilmagan ekanman. Mana shu joyda hozir tepasida yuribman. Pastida 28 ta poyezd o'tadigan yo'l bor ekan. Har qanday shaharlarga 28 ta ya. Keyin hammani Xitoylikmi, boshqa davlatnimi, hammani tekshirib kirgizar ekan. Poyezdlarni ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi qatori ko'p. Bu yoqqa kelib ketganda ham 56 qator bo'lsa kerak menimcha. Yoki men adashyapman, bilmayman. Lekin tez yurar poyezd hammasi. Tez yurar payti biletda 738 da deyilgan. Aniq 738 da tez yurar poyezd rostdan ham yurdi. Hayron qoldim, to'g'risi. Aniq aytilgan paytida yurar ekan. Endi binolarni sekin videoga olib ketaman. Qaranglar, hamma binolarning ustida quyosh panellari bor. Mana tog'liroq zonalarga keldik. Bu yoqda 3 etaj, 4 etaj, 5 etaj, 6 etaj binolar bor ekan. O'z tunnelga kirib ketyapmiz. Hammasining ustida quyosh panellari bor ekan. Dalalar bilan shu shaharni uyg'unlashtirgan bular. Hozir ancha yurgandan keyin mana dalayli joylarga ham keldik. Ular 3 etaj, 4 etaj, 2 etajli binolarning hammasining ustida quyosh panellari bor. Qaranglar, endi tabiat o'ta go'zal. Hamma bulut mana shu Xitoyda ekan. Bizda bulut yo'q ekan. Yomg'ir, bulut hammasi shu yerda qaranglar, yashil. Mana shunaqa joyga kelib qolganman hozir. Juda ham katta qanaqadir bozor ekan. Endi u tepasida nimadir bor-da, buni tepasi qanaqadir katta kema bormi, nimadir bor. Uzoqdan rasmga olmoqman. Juda ham chiroyli joylar. Manzara antiqa, katta binolar hamma joyda. Balki men ko'rmagandirman. O'zbekistonda shunaqa manzarali daraxtlar bordir. Juda ham chiroyli archa ekan. Taglarda shunaqangaligi soyabonday bo'lib turibdi. Mana bu yoqda ham bir manzarali, hamma joyda manzarali, obodonlashtirilgan gullar, qanaqadir bir atirdi hidi kelib turadi shahardan. Xitoyda Ivo shahriga yetib kelgandan keyin mehmonxona topdim. Kuniga $35 qilingan, 2 kunga $70 to'ladim. Yuanda 478 yuan, lekin 600 yuan yechib olishdi. Ketayotganda qolganini qaytarib beramiz dedi. Sababi biron nimani sindirib, biron nima qilib qo'ysang. Keyin ertalab ovqat ham berar ekan. Qavat tepada hamma narsa bor. 2-etajga chiqqandim, mana shunaqa ovqat pishiradigan joylar ekan. Nima ovqat bo'lsa kerak-ku. Lekin bularda ovqatini yeyolmaysiz. Ta'mi juda ham g'alati bo'ladi. Lekin bular o'chiribga turyapti. Antiqa. Bozorda aylanib yurdim. Qaranglar qanaqangi bularda nima desak bo'lar ekan buni.
dronchalarimi, nimadirlari bor. Hammasi mana shunaqa uchirib yotibdi. Eplab bo'lmaydi bu bozorning kattaligini. Bekorchi bo'lganda mana shu bozorni kirib aylanib yuribman. Dahshat bozor. O, vahshiy. To'g'rida ketayotgan amaki men sotib olgan mevadan sotyapti. Men uni sotib olmadim, menga mana shu yerda bittasi sovg'a qildi. Oying yeysiz dedi. Mana shu mevadan sotishyapman. Ko'ryapsizmi? Meloma bir narsa. Men bularning tagida hammasida ovqat pishiradigan joyda. Hozir birortasiga kiraman. Qaranglar, mana bunaqa shashlikchilar bor ekan. Ana tovuq toyog'ini ham shashlikda berar ekan. Tovuq toyog'idan shay bor ekan. Ovqatlari bor ekan. Mana qaranglar, qurt bor ekan. Ana yerda miyav dedi, mushuk bor dedi. Hamma narsa bor ekan. Qo'y deb buni yeyman lekin. O'zi kichkinagina oshxonacha, lekin klienti ko'p. Sababi qaranglar, marketingda reklamani ko'ryapsizlarmi? Ovqatni qanaqangi chiroyli qilib qo'ygan. Aslida bu ovqatlarni biz umuman yeya olmaymiz. O'sha bir allambalo bo'lib yotibdi. Lekin marketingning kuchi shunaqa zo'rki, men birortasini yegim kelib yotibdi-da shularni. Xitoyliklar bunday deymiz-ku, mana oddiy zabigovka. Lekin qaranglar, tarelka, piyola, stakan, qoshiq, hamma zavodskoy salofanga o'ralgan olib kelib qo'y. Menga kerak bo'lsa bu yerdan bor yo'g'i mana shu piyola kerak. Lekin qaranglar, hammasi komplekt kelyapti. Mana bu yerda yana ovqatlar bor ekan. Bir marta yeb, ikkinchi yemaydigan bo'ladigan, ichlaring g'uldir qiladigan ovqatlar bor ekan. Qaranglar. Mana buni burgutni oyog'i, oq panja, qora panja nomlari bor ekan bular. Mana bitta zo'r yana lahmonxona topdim. Bu yerda ham ming xil dardga davo ovqatlar bor ekan. Mana odamlar ham o'tirib, yeb, kirib chiqib yotibdi. Men ham shu yerdan o'zimizda Uyg'ur lahmondan topib oldim, yeb ko'rmoqchiman. Men bu salatiga 5 ketdim, zo'r ekan. Choy zo'r odamlar berib, bular buncha choy ichmaydi deb bilmayman.